Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Iqtisodiyot nazariyasi fanidan ikkinchi semestr 7-chi mavzuyimiz ishchi kuchi, uning bandligi va ishsizlik mavzusi bo'yicha ma'ruza mashg'ulotlarini olib boramiz. Mavzuyimizni quyidagi rejalar asosida yoritib chiqamiz. Ishchi kuchining takror hosil qilinishi va uning xususiyatlari, ishchi kuchi bozori, ishchi kuchi yalpi talabi va yalpi taklifi nisbati, ishsizlik va uning turlari, ishsizlik darajasini aniqlash, ishsizlik oqibatlari va Artur-Ouken qonuni. Quyida demak asosiy foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati keltirilgan. Mavzuni yanayam batafsil ko'rib chiqish uchun bu adabiyotlardan foydalanish tavsiya etiladi. Dastlab demak ishchi kuchini asosiy takror hosil qilinishi va uning xususiyatlariga to'xtaladigan bo'lsak, yalpi ishchi kuchi tushunchasida iqtisodiyotda bu jamiyat miqyosidagi qiymat va iste'mol qiymatlarini yaratishda ishtirok etuvchi alohida ishchi kuchlarning umumlashtirilgan majmui tushunilsa, alohida olingan ishchi kuchi bu insonning mehnatga bo'lgan aqliy va jismoniy qobiliyatlarining yig'indisi bo'lib, jamiyatning asosiy ishlab chiqaruvchi kuchi hisoblanadi. Ishchi kuchini takror hosil qilish yoki uni takror ishlab chiqarish deyilganda, eng avvalo ishchining mehnat qobiliyatini qayta tiklashi, ya'ni uning ovqatlanishi, kiyinishi, dam olishi va madaniy hordiq chiqarishi tushuniladi. Ishchi kuchining miqdori bu mamlakat aholisining mehnatga layoqatli bo'lgan qismi orqali ifodalanib, bu ishchi kuchi resurslari deb ham aytiladi. Odatda ishchi kuchi resurslari tarkibiga 16 yoshdan 60 yoshgacha bo'lgan erkaklar hamda 16 yoshdan 55 yoshgacha bo'lgan ayollar kiritiladi. Ishchi kuchining sifati bo'lsa, uning tarkibini zamon talablari jihatidan ijtimoiy ishlab chiqarish ehtiyojlariga muvofiqligi darajasini namoyon etadi. Ishchi kuchining sifati uning ma'lumot, kasbiy tayyorgarlik, malaka, ish, tajriba darajalari kabi ko'rsatkichlar orqali ifodalanishi mumkin ekan. Ishchi kuchi resurslarining faol qismi bu ijtimoiy ishlab chiqarishda band bo'lgan va ishlashga tayyor bo'lib, ish izlab turgan shaxslar hisoblansa, ishchi kuchi resurslarining potensial qismi bu aynan ishlab chiqarishdan ajralgan holda o'qiyotganlar va vaqtinchalik uy xo'jaligida boshqa har xil ishlarda band bo'lgan aholi qatlamlari bilan birgalikda umumiy qiymati ifodalanadi. Endi aholining tabiiy o'sish darajasi deyilganda, aholining immigratsiyasi, fuqarolarning o'z mamlakatlaridan boshqa mamlakatlarga ko'chib o'tishi va immigratsiyasi, ya'ni xorijiy fuqarolarning doimiy yashash uchun mamlakatga ko'chib kelishidan tashqari harakatni ifodalaydi. Ya'ni aholining ko'p qismining ko'payib borishi nazarda tutiladi. Bu o'z navbatida ishchi kuchi hajmining oshishi yoki kamayishiga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Zamonaviy dunyoda bozor iqtisodiyoti sharoitida juda ko'plab hattoki rivojlangan davlatlarda ham aholining tabiiy o'sish darajasi qaytanga o'sish emas, teskari pasayish tendensiyasiga ega. Ya'ni aholi hajmi qisqarib boryapti. Shuni hisobiga juda ko'plab davlatlar yuqori migratsiyani, ya'ni doimiy ravishda migratsiyani ta'minlab turish uchun alohida aholi migratsiyasi uchun alohida iqtisodiy siyosatlar yuritib kelishmoqda. Umumiy olib qaralganda, koeffitsiyentlar orqali demak tug'ilish, o'lish, tabiiy o'sish koeffitsiyentlarini aniqlash orqali mamlakatdagi aholining hajmi, ishchi kuchi hajmi yoki bo'lmasa aholining demografik ko'rsatkichlarini tahlil qilish mumkin bo'ladi. Tug'ilish koeffitsiyenti bu yil davomida tirik tug'ilgan chaqaloqlarning mavjud aholi o'rtacha yillik soniga nisbati orqali ifodalansa, o'lish koeffitsiyenti yil davomida o'lganlarning mavjud aholi o'rtacha yillik soniga nisbati orqali ifodalanadi. Tabiiy o'sish koeffitsiyenti bo'lsa, tug'ilish va o'lish umumiy koeffitsiyentlari o'rtasidagi farq orqali ifodalanadi. Odatda bu koeffitsiyentlar mamlakatdagi o'rtacha har mingta aholi soniga to'g'ri keluvchi miqdor sifatida baholanadi. Ishchi kuchi migratsiyasi murakkab jarayon hisoblanadi. Turli omillar ta'siri ostida, masalan, ish haqi darajasidagi o'zgarishlar, ishsizlik oqibatida va boshqa bir qancha omillar sabab ishchi kuchining bir hududdan boshqa bir hududga ko'chib o'tishini bildiradi. Migratsiya 2 darajada, ya'ni xalqaro darajada va mamlakat ichida ro'y berishi mumkin. Davlatlar o'rtasida ro'y beradigan migratsiya tashqi migratsiya, bir mamlakat ichida ro'y beradigan migratsiya ichki migratsiya deb aytiladi. Misol tariqasida rivojlanayotgan yoki rivojlanishdan orqada qolgan davlat fuqarolarining aynan rivojlangan davlatlarga ko'chib o'tishi, ish, o'qish yoki boshqa maqsadlarda ko'chib borishi bu aynan tashqi migratsiyaga misol bo'lolsa, aholining o'sha mamlakat hududidan
mamlakatning bir hududidan boshqa bir hududiga ko'chib o'tishi, ya'ni ma'lum bir qishloq hududidan urbanizatsiyani hisobiga shahar hududiga yoki bo'lmasa ayrim rivojlanishdan orqada qolgan chekka hududlardan rivojlanish bor bo'lgan infratuzilmalar mavjud bo'lgan boshqa hududlarga ko'chib o'tishi bu ichki migratsiyaga misol bo'la olishi mumkin ekan. Endi biz mana shu ichki migratsiyani qanday ko'rinishlarda bo'lishini ko'rib chiqamiz. Bu yerda o'sha tugal migratsiya bo'lishi mumkin. Bunda aholining doimiy yashash joyini o'zgartirishi bilan bog'liq migratsiya hisoblansa, tebranuvchi migratsiya bu ishchi kuchining bir hududdan boshqa hududga muntazam ravishda qatnab ishlashi bilan bog'liq migratsiya bo'lishi mumkin. Mavsumiy migratsiya mavsumiy ish faoliyati bilan bog'liq migratsiya va tasodifiy migratsiya ishchi kuchining ba'zi hollarda boshqa hududlarga borib kelishi bilan bog'liq migratsiya bo'lishi mumkin ekan. Endi ishchi kuchi bozoriga to'xtaladigan bo'lsak, bu ishchi kuchi bozori bu xo'jalik faoliyati jarayonida ishchi kuchi tovari egalari va uning asosiy iste'molchilari, davlat korxonalari, tashkilotlari va turli xil tadbirkorlar o'rtasidagi oldi-sotdi munosabatlari hisoblanadi. Bunda o'sha mehnat shartnomalari va unga haq to'lash miqdorlari, ishchilarning malaka darajasi, ular tomonidan bajarilayotgan ishlarning hajmi, intensivligi va mas'uliyat darajasi bo'yicha tarkib topuvchi ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlarning murakkab tizimini namoyon etib beradi ishchi kuchi bozori. Ishchi kuchi bozorida o'ziga xos ishchi kuchiga nisbatan talab va ishchi kuchi taklifi mavjud bo'ladi. Ishchi kuchiga nisbatan talab bu muayyan vaqtda ish haqining tarkib topgan darajasida turli ish beruvchilar tomonidan ishchi kuchi miqdori va sifatiga bildirilgan talabni aks ettirsa, ishchi kuchi taklifi bu muayyan vaqtda ish haqining tarkib topgan muayyan darajadagi ishga yollanishga tayyor bo'lgan mehnatga layoqatli ishchi kuchi miqdori hisoblanadi. Ishchi kuchining qiymati nafaqat ishchining shaxsiy ehtiyojlarini qondirish, balki ishchi kuchini takror ishlab chiqarish hamda uning sifatini oshirish jarayonlarini, uning oilasini yetarli darajada ta'minlash uchun zarur bo'lgan barcha hayotiy ne'matlarni qiymatini o'z ichiga oladi. Demak, ishchi kuchi qiymatini oshiruvchi omillar qatoriga mana shu omillar bir qancha omillarni kiritishimiz mumkin. Bu ish kunining, mehnat intensivligining oshishi, turli xil tabiiy va tarixiy sharoitlar, fan texnikaning rivojlanishi, o'qish va kasbiy bilimlarni olishga sarflarning ko'payishi va boshqa omillar o'z navbatida ishchi kuchiga nisbatan qiymatni oshiruvchi omillar hisoblanishi mumkin ekan. Ishchi kuchi qiymatini pasaytiruvchi asosiy omil bo'lib, ishlab chiqarish sohasidagi ijtimoiy mehnat unumdorligining o'sishi hisoblanishi mumkin ekan. Shuningdek, ishchi kuchi tavarining nafliligi tushunchasi bor. Bu uning mehnat qilish jarayonida o'z qiymatidan ortiqcha, ya'ni qo'shimcha mahsulot qiymatini yaratib, kapital egasining foyda olishga bo'lgan ehtiyojini qondirish layoqati orqali namoyon bo'ladi. Ishchi kuchi bozori talab va taklif qonuniga muvofiq iqtisodiyot tarmoq va sohalari bo'yicha ishchi kuchi resurslarini taqsimlash va qayta taqsimlash vazifasini bajarib beradi. Bunda o'sha ishchi kuchi bozori subyektlarining sifat jihatdan farq qiluvchi manfaatlarini o'zaro uyg'unlashtirish va bog'lashni qiymat tamoyillari asosida shakllantirish mumkin bo'ladi. Ishchi kuchi bozoridagi talab va taklif egri chizig'i ham xuddi yalpi talab, yalpi taklif egri chizig'i kabi talab kamayuvchi, taklif o'suvchi bo'ladi. Bunda o'sha ish haqi darajasi va ishchi kuchi miqdori aynan ish haqi darajasi oshgani sari unga nisbatan yalpi talab kamayib boradi. Ishchi kuchiga ish haqi darajasi pasaygani sari ishchi kuchiga nisbatan yalpi talab oshib boradi. Ishchi kuchining yalpi taklifi ish haqi darajasi oshishi bilan oshib boradi, kamayishi bilan kamayib borish xususiyatiga ega. Endi ishchi kuchi bozorini o'zining maxsus tovari, ya'ni ishchi kuchi xususiyatlaridan kelib chiqqan holda o'ziga xos o'rin tutadi. Ishchi kuchining bozordagi harakati bir qator ijtimoiy-iqtisodiy xususiyatlarga ega. Birinchidan, ishchi kuchi bozori ikki mustaqil subyekt, ya'ni kapital egasi va ishchi kuchi egasi manfaatlarini to'qnashuvidan iborat bo'lib, o'zaro kelishiladigan munosabatlar hisoblanadi. Biri ishchi kuchini sotib olib, daromad olishni xohlaydi, ikkinchisi uni xarid qilib, ishlatib foyda ko'rishni istaydi. Ular o'rtasidagi savdo bitimi ishchi kuchi egasining o'zi bo'yicha emas, balki uning mehnat qilish layoqati, undan foydalanish sharoitlari va davomiyligi bo'yicha boradi bitimlar. Bitim natijasi bo'lib, kapital egasi tomonidan sotib olingan ishchi kuchi evaziga to'lanadigan ish haqi miqdori hisoblanadi. Ikkinchi omil bu boshqa har qanday tovar bozorlarda bo'lgani singari ishchi kuchi bozorida ham ishchilar o'rtasidagi bo'sh ishchi o'rnini egallash borasida raqobat kurashi mavjud bo'lishi. Uchinchidan, ishchi kuchi bozori
ishchi kuchi yalpi taklifining unga bo'lgan yalpi talabdan doimiy ravishda ko'proq bo'lish tendensiyasi bilan tavsiflanadi. Bu esa bozorda ishchilar band bo'lmagan qismi ishsizlar, ya'ni paydo bo'lishiga olib keladi. To'rtinchidan, bozor iqtisodiyotining sikli rivojlanishi oqibatida inflyatsiya va ishsizlik bilan birga boradi. Bu ikkala jarayon o'rtasida ma'lum o'zaro bog'liqlik mavjud bo'lib, u pirovardida ishchilar ommasi hayot darajasining ahamiyatli darajada pasayib ketishi, ya'ni narxlarning oshishi, ish hajmining, ish haqining qisqarishi, to'lovga qodir talabning pasayishi va boshqa bir qancha omillar orqali namoyon bo'lishi mumkin. Muayyan iqtisodiy sharoitlarda ishchi kuchi bozoridagi umumiy holat inflyatsiyaning o'sishi uchun asosiy sabab bo'lishi ham, yoki aksincha uning o'sishiga to'sqinlik qilishi ham mumkin. Mamlakatdagi ishsizlik darajasi qanchalik past bo'lsa, inflyatsiya ta'sirida narxlarning o'sish ishsizlik va inflyatsiyaning o'sishi o'rtasidagi bog'liqlikni ko'rsatib berib, bu bog'liqlikni ifodalovchi egri chiziq Phillips egri chizig'i deb aytiladi va biz keyingi taqdimotlarda buni ko'rib chiqamiz. Demak, bozor iqtisodiyoti sharoitida umuman ishchi kuchi bozorining roli u bajaradigan ikkita vazifa orqali belgilab beriladi. Birinchi vazifa bu bevosita mehnat jarayonida ishchining ishlab chiqarish vositalari bilan biriktirish mexanizmi hamda band bo'lmagan ishchi kuchning harakatini samarali tartibga solish bilan bog'liq bo'lsa, ikkinchi vazifasi yalpi ishchi kuchining sifatini yanada takomillashtirgan holatda takror ishlab chiqarish orqali amalga oshirish hisoblanadi. Ishsizlik tushunchasiga to'xtaladigan bo'lsak, ishsizlik bu iqtisodiy faol aholi bir qismining o'z ishchi kuchidan foydalana olmasligini namoyon etuvchi ijtimoiy-iqtisodiy hodisa hisoblanadi. Bunda mehnatga layoqatli bo'lib ishlashni xohlagan, lekin ish bilan ta'minlanmaganlar ishsizlar deyiladi. Ishsizlar O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksiga asosan o'sha 16 yoshdan to pensiya bilan ta'minlanish huquqini oladigan yoshgacha bo'lgan, haq to'lanadigan yoki daromad keltiradigan mashg'ulotga ega bo'lmagan, ish qidirayotgan va ish taklif etilsa unga kirishga tayyor bo'lgan, yoxud kasbga tayyorlashdan, qayta tayyorlashdan o'tishga yoki malakasini oshirishga tayyor bo'lgan mehnatga layoqatli shaxslar, ya'ni bundan ta'lim muassasalarida ta'lim olayotganlar mustasno deb keltirilgan mana shu shaxslar ishsizlar qatoriga kiritiladi O'zbekiston Respublikasi qonunchiligida. Demak, ishsizlik tushunchasini aynan o'sha iqtisodiyotdagi mehnatga layoqatli bo'lgan ishchi kuchining taklifining uning talabidan ortiqchaligini nazarda tutdik. Unda o'sha ishchi kuchi ishlayotgan va faol ish qidirayotgan mehnatga layoqatli aholi qatlami hisoblansa, ishchi kuchi tarkibiga ishbilarmandlar va ishsizlar kiradi. Ishbilarmandlar mehnatga layoqatli ishlayotgan aholi hisoblansa, ishsizlar mehnatga layoqatli bo'lib turib, ayrim sabablar natijasida faol ish qidirayotgan aholi hisoblanadi. Oldingi darslarda ta'kidlaganimiz kabi, bozor iqtisodiyoti sharoitida 100% ish bilan bandlikni ta'minlash mumkin emas. To'labandlik tushunchasi mavjud. To'labandlikka erishish uchun iqtisodiyot ishsizlikning tabiiy darajasi, ya'ni ishsizlikning mumkin bo'lgan normal darajasiga erishishi kerak bo'ladi. Ishsizlik darajasini aniqlash uchun umumiy ishsizlar sonini biz yuqorida ta'kidlagan ishchi kuchi soniga nisbati orqali ifodalaymiz va buni 100 ga ko'paytirib foizda ifodalashimiz mumkin bo'ladi. Endi namoyon bo'lish xususiyatidan kelib chiqib, biz ishsizlikni demak, quyidagi turlarga bo'lishimiz mumkin bo'ladi. Bular friksion ishsizlik, tarkibiy, siklik, institutsional, texnologik, hududiy, yashirin va turg'un ishsizlik ko'rinishlari mavjud bo'ladi. Asosiy demak, biz friksion, tarkibiy, ya'ni strukturaviy va davriy ishsizlikni ko'rib chiqamiz. Unda friksion ishsizlik bu ishsizlik ish qidirish yoki kutish bilan bog'liq. Ishsizlikning turi mehnat bozorining samarasizligi bilan bog'liq bo'ladi. Tarkibiy ishsizlik bo'lsa, ishsizlik kvalifikatsiyasining o'zgarishi yoki ishchi kuchining migratsiyasi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Bu ishsizlik turi texnologiya yoki talabning strukturaviy o'zgarishlari bilan bog'liq bo'ladi. Davriy ishsizlik bo'lsa, ishsizlikning eng bir og'ir ko'rinishi ishsizlik jami talabning kamayishi va shunga muvofiq iqtisodiy faollikning pasayishi bilan bog'liq bo'ladi. Bunda o'sha davriy ishsizlik iqtisodiy va boshqa sarf xarajatlarning paydo bo'lishiga olib kelsa, friksion va tarkibiy ishsizlikning tabiiy darajasi, ya'ni yalpi ichki mahsulotning potensial darajasiga muvofiq holatdagi ishsizlik deb qaraladi. O'sha bir ishchidan bir ishdan bo'shab yangi ishga joylashgungacha bo'lgan davrdagi ishsizlik bu friksion ishsizlik deyiladi. Ayrim adabiyotlarda bu 1 oydan 3 oygacha bo'lgan muddat davom etishi, yangi kasb va mutaxassislikni o'zlashtirib, boshqa joyga ko'chib o'tib, yangi ish qidirishgacha bo'lgan ishsizlik bu tarkibiy ishsizlik deb qaraladi va bu o'sha 6 oydan 1 yilgacha bo'lgan muddatlarda davom etishi mumkin va bu yuqorida ta'kidlangan friksion va tarkibiy ishsizlik birgalikda
tabiiy ishsizlik darajasini ifodalaydi. Endi siklik ishsizlik, biz yuqorida aytib o'tganimizdek, davriy ishsizlik iqtisodiy siklning inqiroz fazasi bilan bog'liq bo'ladi. Ishlab chiqarishning pasayishi va yalpi talabning qisqarishi natijasida vujudga kelishi mumkin. Institutsional ishsizlik bo'lsa, ishchi kuchi bozori infratuzilmasi, ya'ni ishchi kuchini ish bilan ta'minlashga xizmat ko'rsatuvchi muassasalarning yetarli darajada rivojlanmaganligi yoki samarali faoliyat ko'rsatmasligi natijasida bo'lishi mumkin. Texnologik ishsizlik bo'lsa, ishlab chiqarish jarayoniga texnologik uskunalarning kirib kelishi bilan bog'liq paydo bo'lishi mumkin ekan. Hududiy ishsizlik muayyan hududdagi tarixiy, demografik, madaniy, milliy va ijtimoiy-ruhiy xususiyatlarni bir qator kompleks omillar ta'siri ostida ishchi kuchi talabi va taklifi o'rtasidagi nomutanosiblik natijasida vujudga kelishi mumkin. Yashirin ishsizlik bo'lsa, ish kuni yoki ish haftasi davomida to'liq band bo'lmaslik hisoblanadi. Turg'un ishsizlik mehnatga layoqatli aholining ish joyini yo'qotgan, ishsizlik bo'yicha nafaqa olish huquqidan mahrum bo'lgan va faol mehnat faoliyatiga hech qanday qiziqishi bo'lmagan qismini qamrab oladi. Ishsizlikning iqtisodiy oqibatlariga to'xtaladigan bo'lsak, bu yerda o'sha ishsizlik natijasida ishlab chiqarilmay qolgan mahsulot hajmi orqali baholaymiz biz buni. Iqtisodiyot barcha ishlashni xohlagan va ishlay oladiganlar uchun yetarli miqdorda ish joylarini yaratish holatiga ega bo'lmasa, mahsulot ishlab chiqarish potensial imkoniyatining bir qismi yo'qotiladi. Bu yo'qotish yalpi ichki mahsulot hajmining orqada qolishi sifatida aniqlanadi hamda u haqiqiy yalpi ichki mahsulotning potensial yalpi ichki mahsulotdan kam bo'lgan hajmi sifatida ko'rinadi. Ishsizlik darajasi qanchalik yuqori bo'lsa, yalpi ichki mahsulot hajmining orqada qolishi shunchalik katta bo'ladi. Buni Ovkin, ya'ni Artur Ovkin o'zining tadqiqotlarida Ovkin qonuni orqali asoslab bergan. Bu yerda o'sha ishsizlikning haqiqiy darajasi uning tabiiy darajasidan 1% ga ortiq bo'lishi, yalpi ichki mahsulot hajmining orqada qolishi 2,5% ni tashkil etishini ko'rsatadi. Biz yuqorida ta'kidlab o'tgan Phillips egri chizig'i quyida keltirilyapti. Bunda o'sha ishsizlik va inflyatsiya o'rtasidagi teskari qarama-qarshi bog'liqlikni ko'rishimiz mumkin. Inflyatsiya hajmining oshib ketishi ishsizlikning qisqarishiga yoki ishsizlikning qisqartirish o'z navbatida inflyatsiyani oshishiga sabab bo'lishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Demak, ishsizlikni ijtimoiy oqibatlari sifatida ishchilarning o'z malakasini yo'qotishlari, ishchilarning daromad va ijtimoiy mavqeyining nisbatan pasayishi va o'z turmush tarzidan qoniqmaslik, ijtimoiy faollikning yo'qolishi, atrofdagilarga nisbatan loqaydlikning paydo bo'lishi kabi holatlarni keltirib chiqaradi. Ishsizlik o'sishining muqarrar oqibati bo'lib, mamlakatdagi jinoyatchilikning o'sishi va ijtimoiy keskinlik darajasining kuchayishi hisoblanishi mumkin ekan. Shuning bilan bugungi mavzuyimiz nihoyasiga yetdi. Ushbu mavzu yuzasidan savollaringiz va fikr-mulohazalaringiz bo'lsa, quyidagi keltirilgan elektron pochta manzili orqali bog'lanishlaringiz mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.